Bilen kilometr uzoqdan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, aka-ukalar. Xudo xolasa mana yangi obyektimizni quyib tugalchi arafasida turibmiz. Mana shu joyimiz qoldi. Vassani ham juda chiroyli qoqishib toma zo'r chiqyapti ishimiz, xudo xolasa. Mana vassani ham mana ko'rib turibsizlar. Kakpol qilib qo'yishibdi. Xo'p, tomga pena quyish. Mana hozir bir boshdan quyib kelyapmiz. Joyimizga 10 sm qilib quyapmiz. Mana quyilgan tarafda ustida bemalol bolalar chiqib quyapti. Yorilish yo'q, boshqasi yo'q. Xudo xolasa chiroyli holatda chiqyapti, mana ko'rishingiz ham mumkin. Bu penani mahsulotimiz tarkibida mana gips bo'ladi. Suv quyiladi 3 paqir. Sement qo'shamiz, bu aparatimizdan penasi chiqadi, pena qo'shiladi. Shularni aralashmasi quyilaveradi. Boshida suyuq bo'ladi. Quyilgandan keyin 5 minut, 10 minutga qatiydi. Qurishi shu 1 oy vaqt talab qiladi. 1 oyda qurib ketadi. Xuddi shunday pena blokda mana shu g'ishidek qurib ketadi. Mana bu ham qurib, qatib, qo'lam kirmaydigan bo'lib dangillab ketibdi. Xo'p, mana vassali ustiga shunday material tashlab ustidan quyilaveradi mana. Mana ko'rib turibsizlar, shuni suyuq holatda tayyorlab olib, bir qator joyi tayyorlab olgandan keyin ham quyilaveradi, ustma-ustun qilib o'z razmeri chiqaveradi. Mana ko'rib turibsizlar mana, suyuqlikning hisobiga o'zi past joyga oqib boraveradi. O'sha burchagimizga ham baland edi. Yetib bordi o joyimizga ham mana. Qator. Tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar shu ekranda nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib quyib beramiz. Layklar bosishingizdan chiqmasin. Rahmat hammaga. Sog' bo'lasizlar.